2026 yil 3 ta burj uchun eng omadli yil bo'ladi. Birinchi o'rinda Qo'y burji uchun katta boshlanishlar, katta pullar va hayotidagi burilish davri boshlanadi. Katta loyihalar ochiladi, o'z biznesi yoki yangi daromadi faollashadi. Oilaviy masalalar hal qilinadi, ko'p yillik karma tozalanib ketadi. Yangi munosabat, nikoh va mavjud munosabat yaxshilanadi. Daromad keskin ko'payadi. Ikkinchi o'rinda Arslon burji egalari, katta sahna, tan olinish, omad yili. Arslonlar 2026-yilda hayotini butunlay o'zgartiradi. Karyerada o'sish, mashhurlik, auditoriyaning kengayishi, ijtimoiy tarmoqlarda tan olinish, pul oqimining kuchayishi, qimmatbaho sovg'alar kelishi, munosabatlar iliqlashadi, yakka bo'lganlar oila quradi. Uchinchi o'rinda kim ekanligini bilmoqchi bo'lsangiz, bizni Telegram kanalimizga obuna bo'ling va Telegram kanalimizda bu 3-o'rinni bilib oling.